Farg'ona shahar Yormozordan 30-maktabga yaqinidan 4 sotixli sizga ixcham xonadon topib berganman. Gaz, suv, sveti bor joyda. Mana bu asosiy eshikdan kirishingizga bu tomoni binolari eskiroq, 5 ta xonasi bor. Kirganingizda mana oldida zeleniy zona qilasizmi? Yetarlicha joyi bor. To'g'rida 2 xonaga betonni ko'tarib qo'yilgan. Bu yerga ham 2 xona solsangiz bo'ladi, yangi qurilish qilib. Xo'p, mana bu asosiy eshikdan kirishingizga bu tomonida 2 ta xona. Binolari to'g'ri eski. Endi xoling rekonstruksiya qilib moslab oling. Xoling buzib tashlab, o'zingizga bir boshqatdan yangi chiroyli qilib soling. Bu tomonida 3 ta xonasi bor. Buni ham remontlarni qilib, chiroyli qilib yashab turgani bo'ladi. Eng asosiysi gaz, suv, sveti bor joyda. Bu tomonda mana yangi qurilish qilib bir xona uy solib qo'yishgan. Orqa tomonda va tashqi tomonda hojatxonalargacha bor. Xo'p, mana bu yerda zeleniy zona qilib yaratgani, yonida qo'shimcha qurilish qilib uy solgani, ya'ni qo'shimcha bino qurgani ham yetarlicha joyi bor. 4 sotix, gaz, suv, sveti bor joyda. Narxini 36 mingga, egalari 36 mingga baholashyapti. Bizda kelib ko'ring, sizga yoqadigan joy bo'lsa, narxini arzon qilib tushib beradigan joyi bor.